Mana bu senga shogird, bunga o'rgat ha. Biz hozir ustoz shogird tamoyili qilib qo'yganmiz. Eski xodimlarimiz o'zini ish nimasini yangi xodimlarga o'rgatiladi. Shunda qanaqa qilish kerak? Ustoz shogird bu yaxshi model, faqat uni takomillashtirish kerak. Masalan, qanaqa bo'ladi? Bo'ldi. Mana bu senga shogird, bunga o'rgat ha desangiz agar, u model ishlamaydi. Qaysi ma'noda ishlamaydi desangiz agar, u birinchidan unda ustozlik naviklari bormi degan savol paydo bo'ladi. U hali yetkaza oladimi bor bo'lgan bilim tajribasini? Bizga kerakli bo'lgan komponentlar shogirdga o'tadimi, yo'qmi? U unaqa emas. Misol deylik. Ana shu joyda bizga texnologiya kerak. Har kuni, masalan deylik, ishchini ishga olyapmiz, sotuvchi bo'lsa, uni korxonaga moslashtirish kerak. Bo'ldi. 15 kunlik program. Birinchi kun nimalarni o'rganadi, nima ishlar qiladi. Ikkinchi kun nimalarni o'rganadi, nima ishlar qiladi. Uchinchi kun nimalarni o'rganadi, nima ishlar qiladi. Va har kuni siz ustoz deb belgilagan odamingiz o'sha qiladigan ishlarni birma-bir tekshirib, galochka qo'yish kerak bo'ladi. Har kuni. Checklistga o'xshagan. Ha, uni checklisti bor, shogirdni 15 kunlik programmasi bor. Har kuni masalan nechtadir qadamlari bor. Masalan, birinchi kun 5 ta qadamdan iborat. O'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi qadam. Buni o'sha ustoz tayinlagan yoki ustoz shogird formatida ustoz deb tayinlagan odamingiz biladi qanaqa bu program bo'yicha o'tish kerak va birinchi kunda qanaqangi natija bo'lganini atmetga qiladi-da, dashi ikkinchi kunga o'tadi. Dashi uchinchi kun shunday qilib 15 kun ichida siz biznes egasi sifatida ustozni miyasidan olib shogirdga bermoqchi bo'lgan nimangizki bor, o'sha narsa programmada kiritilgan bo'lishi kerakki, checklist sifatida ustoz ham ko'rish kerak. Uchinchi qadamda mana bu narsa propuskat qilindi. Mumkin emas, u propuskat qilish mumkin emas. Shunda biror narsa esdan chiqib qolmaydi.